Sila Kremniya shu turdagi o'g'itlar orasida birinchi raqamli brend hisoblanadi. Yo'q, uni oddiy o'g'it demang. Sila Kremniya genetik jihatdan o'zgartirilgan organizm, pestitsid yoki nitrat emas. U faol kremniy, temir, mis va rux nanozarrachalaridan tashkil topgan minerallar majmuasidir. Tarkibidagi nanozarrachalar erkin, hech bir kimyoviy bog'lamalarsiz joylashgani uning tabiiy preparat ekaniga dalolatdir. Ushbu antidot qishloq xo'jaligida o'simlik organizmiga zarur mikroelementlarni oson o'zlashtirishda, turli parazit va kasalliklarga qarshi yuqori darajada samarali kurash olib borishda faol ishtirok etadi. Sila kremniyimizni sepish jarayonlari ko'chatimizda ipga olish jarayonida boshlab sepilgan. Bunda 5 grammdan yuqoriga qarab ko'tarilaveradi. Mana hozirgi jarayonda oldingi jarayonda 5 gram sepilgan bo'lsa, bir hafta 10 kun o'tkazdirib 7 grammga ko'tardik. Keyingi jarayonda yana suspenziyamizda normasini oshirib boramiz. 3 marta sepsak, shunda o'simlikda rezultatlarni ko'rsatib turibdi. Anomal sovuqlarimiz mana bu yil O'zbekistonda juda qattiq ta'sir qildi issiqxonalarga. Sila kremini ishlagan jarayonlarda stresslarni yechib, o'simligimizni yaxshi saqlab qoldik. Hozir ko'p turgan jarayonimiz mana. Biz shu Qibray tumani fermer xo'jaligida ko'p yillardan beri tadbirkorlik, dehqonchilik sohasi bilan shug'ullanib kelyapmiz. Sila kremniy mineral komplekslaridan foydalanib va'da qilingan 15-20% gacha bo'lgan hosildorlikni oshirishini biz shu o'zimizni qilgan ishlarimizda kuzatdik. Mana shu dori tufayli bizning dehqonchiligimizda hosildorligimiz juda ham yaxshi natijalarga erishdik. Tejamkorlik jihatidan ham biz kamroq o'g'itlar ishlatib, buni yordamida ko'proq hosil oldik. Shuningdek, Sila kremniyadan foydalanish yeringiz unumdorligini oshiradi va uni kimyoviy zaharlardan xalos qiladi. Kukun ko'rinishidagi o'g'it tarkibining 50-60%ni faol kremniy tashkil qiladi. Kremniy zarrachalarining nano hajmga egaligi uning o'simlik organizmiga hujayra sifatida oson singib ketishini ta'minlaydi. Qandaydir sabablar bilan o'simlik tomonidan o'zlashtirilmagan yoki unga yetib bormagan kukun tez vaqtda suv va kislorodning oksidlanishi natijasida oddiy bezarar tuproqqa aylanib ketadi. Men Namangan Kosonsoy tumanidan bog'bon bo'laman. Shu Sila kremniy preparatdan biz 2 yildan beri foydalanamiz. Mana natijasi yaxshi bilindi. Mana o'tgan yil ham ishlatgan edik. Mana Kosonsoy noki bu, o'zimizning tabiiy nok, qadimiy nokdan. Shu choqqacha bunaqa yirik va chiroyli bo'lmasdi. Sila kremidan ishlatganimizdan keyin natija yaxshi, ham yirik, ham sifatli, har yili bir xilda hosil olyapmiz. O'tgan yildagi hosilimizdan mana o'sha Sila kremiy natijasidan bildikki, shuni 708 grammdan boshlab 1,5 kilogacha, undan ortig'i ham chiqyapti. 5 gektar bog'imizda har bir tub daraxtga 5 kilo undan ortiq mineral o'g'itlar berardik ildiz tomonidan. Sila kremniy ishlatganimizdan beri teng yarmi iqtisod qilinyapti mineral o'g'it tomonidan. Biz hozir joylashgan joy Toshkent viloyati Oqro'g'on tumani Qahramon jamoat xo'jaligidamiz. Mana shu darajada men bir necha yildan beri dehqonchilik bilan shug'ullanaman. 10 yil bo'ldi mana shu piyoz 2 gektardan ekib boramiz. 2 yildan beri ilmiy xodimlarning tavsiyasiga asosan kremniy mahsulotidan bulturdan beri foydalanyapmiz. Sepilgan dalamizda bultur 80 tonnadan hosil oldik. Bundan oldingi yillari sepmagan paytimizda 50-60 tonnadan piyoz oshmas edi. Uni xarajati, dorisi juda qimmat tushib ketar edi. Mana bultur bu yil kremniydan foydalanib biz uning foydasini sezyapmiz. Hozir piyozimiz mana bar avj rivojlanyapti, chunki buni mart oyida kremni berganmiz. Endi mart oyi tugab mana aprel boshlansa, yana bir marta sepsak, dalamizni juyagini topolmasdan qolamiz hattoki. Bu juda ham effekti zo'r bir yaxshi dori ekan. Ana shundan biz foydalanib, bu yilgi sharoitda gektaridan 120 tonna hosil olish rejamiz bor. Balki bundan ham oshib ketadi. Tavsiya qilardim dehqonlarga, fermer xo'jaliklariga mana shu kremniydan foydalanib hosildorligini ko'paytirish
mumkin ekan. Mana shu turgan dalamizda silla kremniy o'g'iti oziqlantirilgan dalalarni ko'rdik. Bu dalaga qaraganda ancha farq qiladi. Sababi bu dalada birinchi nima qilib ishlab berganmiz? Urug'idan ishlab berganmiz bug'doyga silla kremnini ko'rib turibsizlar. Dalada bug'doyni o'nib chiqishi ham deyarli 99% gacha urug'lari o'nib chiqqan. Bugungi kunda silla kremniy o'g'itini ishlatayotgan yoki ishlatmoqchi bo'lgan fermerlar, dehqonlar, tomorqa yer egalari silla kremniy o'g'iti suspenziya sifatida ishlatiladi. 1 gektarga 200 litr suvga 150 grammdan ishlatiladi. Bug'doyga, makka jo'xoriga, paxtaga, sholiga, sabzavot ekinlariga, poliz ekinlariga ishlatilganda aynan bu ekinlarni qurg'oqchilikka chidamliligini oshiradi. Undan tashqari tarkibidagi nitratini parchalash xususiyatiga ham ega. Bu hali hammasi emas. Silla kremniya o'g'iti hatto hosil yig'ilgandan keyin uning saqlash muddatini uzaytiradi va mahsulotga o'zgacha ko'rinish beradi. Umid qilamiz, murojaatimiz vodiy-yu vohaning barcha dehqonlariga yetib boradi. Zero silla kremniyaning foydali ta'siri diyorimizda yetishtirilgan barcha o'simliklarga taalluqli. Silla kremniya o'zimizning tabiiy boyliklar, o'z dehqonlarimiz xizmatida.